Instagram 2025-yil 1-yanvardan yangi qoidalar ishlab chiqardi va bu qoidalarga rioya qilmagan 100 minglab akkauntlar bloklandi. Hattoki ba'zi profillar o'chirib yuborildi. Allaqachon bir nechta ekspertlar hattoki eski kontentlari uchun ham bloklandi va banga tushdi. Bu videoda men Instagram qoidalari bo'yicha qanday tavsiyalar bergan va qanday taqiqlar bergan barchasini ochiq-oydin sizga o'zbek tilida tushuntirib beraman. Lekin bu degani siz ba'zi taqiqlarni qilgan bo'lsangiz ham banga tushmagan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni 100% banga tushasiz degani emas. Ayrim holatlarda Instagram sizni chetlab o'tishi mumkin, lekin baribir sekin-astalik bilan har bitta Instagram chiqargan qoida amalga oshishini hammamiz guvohi bo'lamiz. Masalan, istoriya bo'yicha yangilik chiqarganda avval bug holatida bo'ladi, ya'ni butun dunyo birdaniga o'sha yangi holatiga o'ta olmaydi. Sekin-sekin astalik bilan qadam-ba-qadam o'tadi insonlar, auditoriyalar. Xuddi shunaqa qoidalarga rioya qilish ham, agar siz shu qoidalarga rioya qilmasangiz, sekin-sekin o'sha banga tushib qolishingiz ehtimoli katta. Chunki shuni qoida qilib chiqargan. Bu rolikni Instagram bilan bog'liq bo'lgan har bitta inson oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman va videoni so'ngida siz uchun banga tushmaslik uchun tavsiyalar, taqiqlar va bandan qanday qilib chiqish bo'yicha aniq faktlar bilan tavsiyalar berilgan faylni sizga taqdim qilaman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi ban bu kodli so'zlar orqali aktivlikni chorlaydigan reelslar. Shunaqa reelslarga ban tushish ehtimoli bor. Kimdir tushunmasa, hozir men misol tariqasida sizlarga ko'rsatib beraman. Masalan, mana bu reelsimda, reelsning oxirida shu haqida ma'lumot olish uchun start so'zini yozib qoldiringlar va men sizlarga ma'lumot yuboraman degan narsani aytganman va insonlar start so'zini yozib qoldirishgan va start so'zini yozib qoldirganlarga men o'sha linkni yuborganman. Bilasizlarmi, bu ключевой momentini aytib o'taman. Bunaqa varonka usuli, bu reelslarni varonka usuli hisoblanadi, sotuv uchun olib boradigan. Bu varonka usuli juda ham mashhur va juda ham yordam beradi. Sotuvlaringizni oshirishda yordam beradi. Hozir o'ylashinglar mumkin, kattaroq ekspertlar sotuvlarini shu orqali qiladigan ekspertlar tashvishlanishi mumkin, lekin hozir buni hal qilsak bo'ladi. Video davomida hal qilamiz shuni. Yaxshilab eshitib olinglar. Instagram botlarga, kodli so'zlarga va hech qanaqa varonkalarga qarshi emas. Instagram aktivlikni nakrutka, majburiy manipulyatsiya usuli bilan oshirishga qarshi. Masalan, siz qanaqadir so'z yozib qoldiring, men sizga ma'lumot beraman deganingizda, siz aktivlikni oshirish niyatida bo'lsangiz, Instagram shunga qarshi, manipulyatsiya qilish orqali nakrutka, aktivlikni oshirishga qarshi. Lekin siz buni varonka usulida kursingizni sotuvga olib borishingiz mumkin, lekin Instagram buni tushunmay qolishi mumkin sizning maqsadingizda. Shuning uchun buni yo'li bor. Qanaqa qilib reelslarda varonkani qo'llash mumkin? Xo'p, to'g'ridan-to'g'ri chorlovlardan qochishingiz kerak bo'ladi. Masalan, meni blogimda mana bunaqa ma'lumotlarni beraman va shuning uchun menga obuna bo'ling. Yoki bo'lmasam, mana bunday so'zni yozib qoldiring. Masalan, kalit so'zini yozib qoldiring. Gaydni olish uchun kommentlarda start so'zini yozib qoldiring. Shunaqa narsalarni o'rniga biz aytishimiz mumkin. Yana menda reelslar bo'yicha katta darsim bor. Kimga kerak bo'lsa, reels deb yozishingiz mumkin va men sizga uni yuboraman deb aytishingiz mumkin. Ya'ni yumshoqroq usulda aytsanglar, Instagram hozir juda ham algoritmlari aqllilashgan, shuning uchun sizni o'sha muloqot usulingizni aniqlab ola oladi. Kommentlarda misol uchun sirli gayd deb yoz deyish o'rniga directga sirli gayd deb yozing, men sizga o'sha gaydni beraman desangiz bo'ladi, chunki directda o'sha manipulyatsiya ketmaydi. Kommentlarda aktivlikni oshirish uchun manipulyatsiya ketishi mumkin. Shuni hisobga olgan holatda Instagram directga yozilgan kodli so'zlarga indamaydi. Yoki bo'lmasam, prikrepit qilingan kommentlar ham sizni banga tushishingizga sabab bo'lmaydi. Ya'ni siz opisaniyada emas, kommentlarga shunaqa so'zni, masalan, sirli gayd so'zini directga yozib qoldiring. Men sizlarga shu foydali gaydni beraman deb kommentga yozib, uni zakrepit qilib qo'ysanglar ham bo'ladi yoki kommentga yozib qoldiring desanglar ham bo'ladi. Bu banga tushish ehtimolini juda ham kamaytiradi. Keyingi etap varonkani aktualnilarga highlights deyiladi. O'zi highlightsga olib o'tish. Masalan, hozir men bitta reelsimda sizlarga misol qilib ko'rsataman. Qishloq sharoitida $1000 oyiga oddiygina telefon orqali oshxonasi uchun yangi kuxonli mebel, oshxonani yangi ro'zg'or buyumlariga butunlay o'zgartirish, yangi iPhone 15 Pro Max, onalariga tilla sovg'a va o'z ehtiyojlari uchun bemalol pul sarflay olish haqida gaplashamiz. Bu mening Jizzaxdan turib onlayn formatda o'qigan shogirdim Sevinch. Hozirda mas'uliyati va bilimi uchun o'z komandamga assistent va ekspertlarim uchun stories maker sifatida ishga olganman.
Sevinch nafaqat menda ishlaydi, balki o'zi yashab turgan joyida mobilograflik ham qiladi. Jami oyligi $1000 plus. Undan oshishi ham mumkin edi. Lekin Sevinch oila va ishni balansda ushlashni niyat qilib, hozircha shu daromaddalar. Sevinch shaxsiy brend strategiyasi, SMM, mobilografiya, stories makerlik, ssenaristlik, sotuv bo'yicha mendan olgan bilimlarni ishlatib, uydan turib kelinlik xizmati bilan birgalikda shunday daromad qila oladi. Sevinch bu bilimlarni noldan 2023-yilda 2 oy davomida kursimdan o'rgangan va darhol bilimni o'z blogida sinashni boshlagan. Shu orqali ularga qo'shimcha ish chiqqan va albatta men ham o'z o'rnida taklif bilan chiqqanman. Siz ham shunday natijaga chiqishni istasangiz, aktualnilarimdagi SMMchi bo'limini albatta ko'rib chiqing. Demak, xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, biz aktivlikni manipulyatsiya orqali so'rab olmaymiz. Like, komment, obuna so'ramaymiz. To'g'ridan to'g'ri qat'iy ravishda so'ramaymiz. Uni o'rniga o'sha gaydimiz yoki reelsimiz yoki video darsligimiz, linkimiz kerak deb hisoblagan, o'ziga kerak deb hisoblagan insonlarga yumshoqlik bilan tushuntiramiz. Rostdan ham kerak bo'lgan insonlar manipulyatsiyaga aldanmaydi-da, kerak bo'lsa topib oladi degani bu. To'g'ridan to'g'ri, misol uchun direktiga yozish mumkin. Menga o'sha gaydingizni bering deb yozish mumkin. Shuning uchun Instagram shu tarafda, manipulyatsiya tarafda emas, haqiqatan kerakli auditoriyaga nimadir sotsangiz, o'shani qo'llab-quvvatlaydi. Ikkinchi band keyslarimiz yoki bo'lmasam o'quvchilarimiz otsiflari, ularni qancha pul topayotganini ko'rsatiladigan reelslar ban olishi mumkin. Lekin Instagram kimnidir nech puldir topishiga qarshi emas. U faqat qarshi Instagram moliyaviy sferada tovlamachilikka, ya'ni mashinistvaga qarshi. Hozirgi paytda pulni ko'rsatib turib, juda ham ko'p tovlamachilikni yo'lga qo'yayotgan insonlar ko'p. Instagram orqali shuni hisobiga o'rganib chiqishlar, jalbalar orqali Instagram shu qoidani yo'lga qo'ygan. Pulni ko'rsatganingizda u sizni tovlamachi deb o'ylaydi va banga tushish ehtimoli katta. Keyin yana bitta narsa, Instagram biladi, o'sha Instagram aytganimdek algoritmlari aqllilashgan. Shuning uchun u biladi. Hozir masalan bitta misol bilan keltiraman. Masalan, Zarina, u o'quvchingiz sizni qaysidir sferada, qaysi yo'nalishda bo'lishidan qat'iy nazar o'quvchingizni siz aytib bermoqchisiz. Masalan, to'g'ri usulda aytib berasiz. Zarina reels makerlik xizmatini donasini $30 dan sotdi va bir oyda $900 daromad qildi. Bu yerda siz bandga tushmaysiz. Ikkinchisida $1000 tikib, hech qanday qiyinchiliksiz, risksiz, osonlik bilan tez $1,000,000 topdi. Shunaqa holatlarda bandga tushish ehtimoli katta. Biz o'zbek tilida reelslar olib borganimiz uchun bandga tushish sal kechikishi mumkin, bizgacha yetib kelguncha, lekin eski reelslar orqali bandga tushayotgan blogerlarning hisobiga shuni bilib olingki, keyinchalik bo'lsa ham siz mana shunaqangi olingan reelslaringiz hisobiga bandga tushish ehtimoli katta. Agar bandga tushsangiz, yillik yig'ilgan mehnatlaringiz hammasi masalan 1 oyga yoki 2 oyga to'xtab qolishi mumkin. Siz yangi profil ochishga majbur bo'lishingiz mumkin yoki sotuv ketayotgan jarayonda sotuvingiz to'xtab qolishi ham mumkin. Shuning uchun ham bu qoidalarga rioya qilishingizni tavsiya qilaman. Yoki bo'lmasam Bobur SMM proyektlarini $500 dan olib, oyiga 4 ta proyektdan $2000 daromadga chiqdi. Real fakt bilan gapirsangiz yaxshi. Qachonki siz Bobur mani sirli sxemam asosida oson va tez millionerga aylandi desangiz, bu уже manipulyatsiya, yolg'on faktlar berish hisoblanadi. Shuning uchun sizni banga tiqish ehtimoli katta. Xo'p, demak, mumkin emas. Siz reelslaringizda nimani gapirishingiz mumkin emas. Qiyinchiliksiz, minimum xarajat bilan garantiya beraman degan so'zlar, tez va oson, pullaringizni ko'paytirishingiz mumkin degan so'zlarni ishlatishingiz mumkin emas. Endi nima mumkin? Qanchadir vaqt davomida natijaga chiqqanini adekvat holda aytish muammosiz. Qanchadir vaqt davomida. Masalan, doimiy ravishda reels joylab bordi. Million prosmotrlar yig'ishni boshladi. Bir oy ichida 10,000 obunachi yig'di. Aytgancha men o'zim ham bir oy ichida jonli auditoriya yig'dim. 13,000 jonli auditoriya yig'dim reelslarim orqali. Bu haqida ham men keyingi katta videoyimda sizlarga sxemasini albatta o'rgataman. 0 dan o'sha 7 ta qadam bo'lsa hammasini o'rgatib boraman. Videoning oxirida shu videoyimga linkni beraman. Demak, keyingisi nima mumkin? Kursga 10,000 zayavka yig'a oldi. Katta kursi uchun 150 ta sotuv qila oldi. Mana shunaqangi faktlari bor bo'lgan, aniq yoki ishonish mumkin bo'lgan so'zlarni ishlatsangiz bo'ladi reelslaringizda, ya'ni otsif, o'quvchilaringiz haqida gapirayotganingizda. Demak, xulosa sifatida katta va'dalarsiz, chiroyli, tartibli, akkuratni gapirish. Yana bitta yechim,
o'quvchilaringiz uchun alohida otsev profil ochib qo'yish, ularni videolari, ularni otsevlari yoki sizni unga ozvuchka bergan videolaringiz bo'lsa, alohida profil ochib qo'yib, o'sha yerda yig'ib borganingizni tavsiya qilaman. Masalan, qachondir banga tushsangiz ham, sizda u ma'lumotlar o'zi bo'ladi va sizni narigi profilingiz banga tushadi, asosiy profilingiz emas. Yoki istoriya orqali o'sha profilingizga insonlarni jalb qilishingiz ham mumkin bo'ladi. Uchinchisi, hayotiy muhim bo'lgan yo'nalishlarga band tushish ehtimoli katta. Bu degani, masalan, sog'liq temasida nima bo'lishi mumkin? Ozish, to'g'rimi? Yoki qaysidir yo'nalishlardagi vrachlar, hammasi sog'liqqa kiradi. Endi sizlar eshitdinglar, shunaqa yo'nalishlardagi ekspertlar nima mumkin emas reelslarda gapirishinglar. Birinchisi, ozishga garantiya berish. Ikkinchisi, ozishga garantiya berishi o'rniga faktlar bilan gapirsanglar bo'ladi. Nechadir oy davomida qanchadir kiloga ozishingiz mumkin agar o'zingiz harakat qilsangiz. Keyingisi, sog'ayishga garantiya berish. Natijasi o'rganilmagan bad sotuvlarini yo'lga qo'yish, do-posle qo'yish. Do-poslelarni ancha oldin уже Instagram target reklamalarga qo'yishga ruxsat bermaydi, endi Instagramda ham ruxsat bermaslikni boshlaydi. Va uyda davolanishga ko'rsatma berish. Bular banga tushishi ehtimoli katta. Keyingisi, ezoterika umuman mumkin emas. Ya'ni bu praktika sani bir haftada boy qiladi. Bu shag'am erkaklarni jalb qiladi. Bu ishlarni bajaring va omadga darhol erishing degan aniq faktlari bo'lmagan, natijasi aniq bo'lmagan va'dalarni bermaslik kerak. Bular banga tushishi ehtimoli katta. Mumkin emas. Insonning hayotida qandaydir mo'jiza bilan o'zgarish bo'lishiga va'da berish. Keyin, investitsiya mumkin emas. Masalan, $1000 tikdim va $1 million ishlab oldim. Daromad qilishga garantiya berish. Qarz va kreditlardan qutulishni va'da berish. Shunaqa psixologlar bor-ku, siz bu texnikani bajarsangiz, shu kursimda o'qisangiz, qarz va kreditlardan mutlaqo ozod bo'lasiz degan. Ana shunaqangi temalarni qo'ymanglar. Tizimli marketing, kazino, stavkalar haqidagi reelslar banga tushadi. Demak, pulni ko'paytirishga va'da berish mumkin emas. Tagida disclaimer yozib qo'ysangiz bo'ladi. Agar mabodo siz to'g'ri ma'noda pullarni keltirib, masalan, men o'zimni shogirdim haqida qo'ymoqchiman, rostdan ham shu summaga ega bo'ldi. Endi ba'zi bir investitsiya haqidagi, stavkalar haqidagi reelslarning hisobiga bizani otsevlarimiz ham banga tushish ehtimoli bor-da. Shuning uchun shunaqa to'g'ri ma'nodagi reelslar qo'yadigan bo'lsanglar, pulli, daromadli, keyslaringlar shunaqa pul ishlayotgan bo'lsa, disclaimer yozib qo'ysanglar bo'ladi. Tagidan men bu yerda qoldiraman va video oxirida beradigan faylimni ichida ham bo'ladi. Rus tilida yozib qo'ysanglar yaxshiroq. Instagram hozircha sizlarni tushunadi. 4-chi, banga sabab bo'ladigan kontent turi bu agressiv sotuvlar. Masalan, hoziroq sotib ol yoki oxirgi imkoniyat qoldi. Shunaqa so'zlarni ishlatish. Bu banga sabab bo'ladi. 5-chisi, yutuqli o'yinlar va nakrutka. Masalan, siz yutuqli o'yin yoki pul evaziga aktivlikni so'rayapsiz. Xuddi giveawayga o'xshab ketadi. Giveaway orqasidan juda ko'p auditoriya Instagramga jalba yozganligi hisobidan endilikda Instagram shu haqida qonunlarni kuchaytiryapti. Pul evaziga aktivlikni so'rasangiz, o'sha profilni banga solish ehtimoli katta. Shuning uchun ham giveaway o'ynamoqchi bo'lgan profillar o'ynamanglar. Sizlar o'zingizlar bilmagan holda banga tushib qolishlar mumkin. Sizlarning o'sha kommentinglarda yozilgan aktivlik hisobiga. Chunki Instagram hozir yana bir marta aytaman, aqllilashgan. O'sha yozgan kommentator qayerdan kelganini biladi. Sizlarni kuzatyaptimi? O'sha reelsni oxirgacha ko'rib turib keyin like bosdimi? Oxirgacha ko'rib turib komment yozdimi yoki shundoq kirdi, shundoq komment yozib yordimi? Bilasizlar, giveawayda shundoq kiradi, shundoq komment yozadi, aktivni oshirish uchun. Hozir endi unaqa aktivlarni oshirib bermaydi. 1000 ta kommentinglar bo'lsa ham oshirib bermaydi. Agar reelslar rostdan ham foydali yoki inson o'ziga kerakli deb his qilmasa, u aktivini oshirib bermaydi Instagram algoritmlari. Shuning uchun ham yutuqli o'yinlar va nakrutkani bundan buyog'iga qilmaslikka harakat qilinglar. Sizni kontentingizda harakat qilish uchun pul va'da qilmang. Like, comment, repost, obuna uchun, linkka o'tishi va registratsiya qilishi uchun ham pul va'da qilmang. Yoki nimadir sotib olsanglar, menda masalan kurs sotib olsanglar, men sizlarga pul beraman. Shunaqa narsalar ham o'sha banga tushish ehtimoli katta. Chunki qoidada yozilgan. Xohlasanglar kirib o'zingizlar rus tilida o'qib chiqishingiz mumkin. Endi nima mumkin?
Masalan, kursingizni reklama qilmoqchisiz, lekin aytyapsiz, kursingiz haqida eng zo'r storieslar uchun, eng zo'r kreativ reels uchun men pul beraman desangiz bo'ladi. O'zingiz reelsingizda chiqib aytyapsiz, eng zo'r reels uchun men pul beraman, meni kursim haqida deb aytyapsiz-da. Boshqa profilda sizni kursingizni reklama qilgan reels qo'yyapti o'quvchingiz. Unga eng zo'r bo'lganicha unga pul beryapsiz. Men pul beraman deb aytdingiz. Bu holatda mumkin u sizni bankga tiqmaydi. Yoki sizni profilingizdan reklama sotib olaman. Kimnidir profilidan siz reklama sotib olasiz, u o'zini profilida sizni mahsulotingizni, sizni kursingizni reklama qiladi. Unaqa holatlarda ham bankga tushmaydi. Faqat aktivlik uchun, manipulyatsiya uchun bankga tushirish ehtimoli katta. Ya'ni yana bir marta aytaman, hisobga olinglar, Instagram qaysi podpischik, qaysi obunachi, qaysi auditoriyangiz a'zosi nima orqali kirib, oxirigacha ko'rdimi, bosdimi, o'shani hammasini biladi, hisobga oladi. Endi yana bitta narsa, Telegramda e'lon berishinglar mumkin. Agar sizlarning Telegram kanalinglar bo'lsa, auditoriyangiz katta bo'lsa, aytishinglar mumkin. Mana shu reelsimda aktiv bomba qilib yuborsanglar, men sizlarga sovg'a konkurs e'lon qilaman deb aytishinglar mumkin. Shu orqali, link orqali Instagramga o'tib, kommentlarni portlatishadi. Lekin u aktivingiz oshadimi, prosmotringiz oshadimi, bu sizga foyda beradimi? Uni Instagram hal qiladi, chunki reelsingizni oxirigacha ko'rmagan bo'lsa, hisob emas. Demak, 6-si Instagram siz auditoriyaga berayotgan linklarda nima borligini ko'ra oladi. Masalan, siz kommentlarga boy so'zini yozib qoldiring. Men sizga misol uchun pul keltiradigan yo'llarni linkini yuboraman, kanalni linkini yuboraman deysizda, direktdan link yuborasiz va u linkda siz qanaqadir stavka haqida, noqonuniy taqiqlangan investitsiyalar haqida kanalingiz bor. Shunaqa kanal yurg'izyapsiz. Bu linkni ko'radi u sizni bankga tushirish ehtimoli katta. 7-si qayta joylangan kontent uchun. Masalan, siz bitta kontent qo'ydingiz, reels qo'ydingiz, u million prosmotr bo'lib ketdi. Uni o'chirdingiz, yana qo'ydingiz, yana prosmotr oldi. O'chirdingiz, yana qo'ydingiz. Bu narsani tushunadi va sizni bankga tiqadi. Sizni harakatlaringizni kontrol qila olmasa ham, lekin sizni bankga tushirishi mumkin. 8-si xayriya uchun yig'ilayotgan pullar uchun bankga tushirish ehtimoli katta. Chunki hozirgi paytda rosa ko'p, masalan, 20% haqiqiy xayriya uchun odamlar so'rayotgan bo'lsa, 80% o'sha xayriya bo'yicha общий 100% qilib oladigan bo'lsa, 80% shunchaki daromad qilish uchun shunaqa rasmlarni yig'ib turib, "Men shunga bolamga yordam kerak, menga pul tashlab beringlar" degan har xil rasmlarni yig'ib turib, qo'shimcha profil ochib daromad qilayotganlar ko'p. Shuni hisobga olib, Instagram xayriya bo'yicha profillarni bankga tiqish ehtimoli katta. Shuning uchun aylanib o'tib, qanaqadir boshqa yo'llarini qilishinglarni tavsiya qilardim, xayriya usullarini. Keyingisi, kontentni o'rtasidan bo'lish. Masalan, bu nima degani? Biz juda ham ko'p qo'llab kelganmiz shu paytgacha. Endi sekin-sekin kontentimizni o'zgartirishga harakat qilamiz. 3 ta qoidani aytdingiz. Reelsni uchishi uchun 3 ta qoida. Oxirgi yana 7 ta qoidasini Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Bo'ldi. Bu ham insonlarni o'sha emotsiyasini ustida o'ynashga o'xshab ketadi. Ularni manipulyatsiya qilishga harakat bo'lgani uchun shunaqa videolar orqali ham sizni bankga tushirish ehtimoli katta. Yana eng muhim narsalarni sizlarga ketma-ket sanab o'tmoqchiman. Kontentda quyidagi holatlar bo'lsa, aniq band bo'lasiz. Zo'rlash, qo'pol muomala, qurol va taqiqlangan buyumlar sotuvi, jinsiy aloqa xizmatlari reklamasi, pornografik rasm va videolar, millatchilik, ayolni juda ham ochiq tanasi yoki bolani ochiq tanasi, yerga urish va kamsitish, boshqa odamlarga ugroza qilish, boshqa odamlarning shaxsiy ma'lumotlarini ko'rsatish, boshqa odamlarning kontentini to'g'ridan to'g'ri shunda olib, shunda joylash bankga sabab bo'ladi va albatta boshqa profillarni dublikati. Shuning uchun ham men yaqinda o'zim ikkinchi profilimni ochganimdan keyin uni ismini o'zgartirdik, biz jamoamizni nomi qilib o'zgartirdik. Chunki ikkita dublikatda ochilgan profillarning bittasi, asosiysi balkim bankga tushish ehtimoli katta. 11-si juda ham ko'p aktivlik qilish Instagramda. Masalan, siz juda ham ko'p like qo'yyapsiz. Birdaniga 1 soat ichida 60 tadan ortiq, 1 soat ichida 60 tadan ortiq komment yozyapsiz. Ko'pchilik giveawayda nimadir yutib olish uchun harakat qilgan insonlar shunaqa holatlarga tushib qolyapti. Menga yozishgan, direktdan yozishgan insonlarning javoblariga qarab shu narsani bildim. Podpiska, juda ham ko'p podpiska. Yoki birdaniga bo'ldi, siz giveawayda qatnashdingiz yoki qanaqadir pul tikib sizga obuna bo'lishdi va sizga уже aktiv bo'lmagan auditoriya
noto'g'ri kirib keldi. Siz reels joylayapsizda, sizni obunachingiz 7000 tada, lekin reelsingizni ular ko'rmaydi, qiziqmaydi, like bosmaydi, komment yozmaydi. Shuning uchun Instagram sizni foydali reelslaringizni umuman keraksiz deb hisoblab, boshqa insonlarga, kerakli insonlarga ham ko'rsatmaslikni boshlaydi. Shu narsani o'zi tushunib olishdi. Giveawayga pul tikib qatnashganlar. Shuning uchun ham endi nima qilishni boshlashdi? Ular o'sha giveawayda yig'ib olgan obunachilardan atpiska qilishni boshlashdi. Lekin bu ham noto'g'ri. Birdaniga 1 soat ichida 60 tadan ortiq atpiska bo'lish sizni band holatiga olib keladi. Shuning uchun 1 soatda 60 tadan oshmagan holatda sekin-sekin atpiska bossangiz bo'ladi. Kun davomida albatta bo'lib atpiska bossangiz bo'ladi, lekin buni birdaniga juda ko'p qilmang. Keyin juda ko'pchilik hozir o'zini videosini ko'p odamlarga birdan repost qiladi. Shu holatda ham Instagram sizni bandga solishi mumkin. Shunaqa holatlarni bajarmang. Endi siz bandga tushib qoldingiz, mana shunaqa ishlarni qilib, qanaqa chiqish kerak? Bu haqida men videoni oxirida beradigan faylimda batafsil o'sha oxirida yechimni tushuntirib ketganman. Xulosa, demak, odamlarni aktivlikka manipulyatsiya qilmang. Like, komment, podpiska, repost uchun manipulyatsiya qilmang. Kodli so'zlar orqali. Ikkinchisi, odamlarni yumshoqroq usulda direktga chorlang. Uchinchisi, o'quvchilaringiz otsivlarini yumshoqroq, akkuratni ko'rsating. Masalan, 0 dan oson, yengil, tez erishgan demang. To'rtinchisi, otsivlaringiz uchun alohida akkaunt ochganingiz yaxshiroq. Beshinchisi, insonlarga natijasi aniq bo'lmagan va'dani bermang. Qaysi nishalarda, qaysi yo'nalishlarda sog'liq, investitsiya yoki fol ochish yoki ezoterika yo'nalishlarida iloji boricha kontent qilmang va katta va'dalar bermang. Keyingisi, kontentingizga disclaimer qo'shishga harakat qiling. Yettinchisi, sotuvli reelslaringizda agressiv so'zlarni ishlatmang. Masalan, hoziroq qoling, oxirgisi qoldi, tezroq bo'ling, bitta imkoniyat qoldi, shunaqa manipulyatsiya so'zlardan ishlatmang. 8-si, pul yutuqlari uchun aktivlik so'ramang va nakrutka qilmang. 9-si, xavfsiz, to'g'ri maqsaddagi linklarni bering va bitta kontentni qayta o'chirib, qayta joylamang. 10-si, xayriya uchun Instagram orqali pul yig'mang. 11-si, kontentni o'rtasidan to'xtatib qo'ymang, ya'ni insonlarni emotsiyasida o'ynamang. 12-chi, ortiqcha va keraksiz aktivlik qilmang. Endi men sizlarga o'sha videoni boshidan beri va'da berib kelayotgan taqiqlar, tavsiyalar kiritilgan va banddan chiqish uchun nima qilish kerak? Birinchi va ikkinchi usullarini yozib qoldirdim. Birinchi o'rinda biz oldini olishimiz kerak, bandga tushmaslik uchun. O'sha oldini olish uchun nimalar qilish kerak? U haqida to'liq yozilgan shu bugungi prezentatsiyamiz. Undan keyin banddan chiqish uchun birinchi va ikkinchi usullar keltirib o'tilgan gaydni men silkasini pastda qoldirdim va o'sha pastdagi link orqali meni gaydimni to'liq o'rganib foyda olishingiz mumkin va uni qayta o'qib miyangizga yozib qo'yishingiz mumkin. Albatta, faqatgina bandni oldini olish yoki banddan chiqish orqali siz ko'plab obunachi yig'a olmaysiz. Ko'plab obunachi yig'maganingizdan keyin sotuv ham qila olmaysiz. Shuning uchun birinchi o'rinda siz obunachi yig'ish haqida o'ylashingiz kerak. Mayli, bandni oldini oldingiz, reelslaringizni to'g'ri formatda qo'yish boshladingiz. Endi qanaqa qilib obunachi yig'ish mumkin? Siz reels qo'yyapsiz, lekin obunachi kelmayapti yoki prosmotr yig'mayapti. Demak, siz qaysidir strategiyani qaysidir joyda to'g'ri amal qilmayapsiz. Sxemani qaysidir qoidasiga amal qilmayapsiz. Shuni o'rgatadigan men katta bepul video tayyorlaganman. Videoning nomi bir oyda qanday qilib jonli 13 ming obunachini bepul o'zimni Instagramimga olib kirdim. To'liq reels sxemasi, to'liq gaydni men sizlarga shu videoda beraman. Bu videoda sizlar nimalarni o'rganishingiz mumkin? Content formatlari, reels strukturasi, nimadan boshlash kerak? Reel o'rtasida nima deyish kerak? Qanday qilib reelsni tugatish kerak? Haftada aslida necha marta reels joylash kerak? Qanday оформлять qilish kerak reelslaringizni? Reelslarni sotuv uchun qanday qilib воронкаga olib borish kerak? Eng muhim joyi menimcha shu deb o'ylayman, ko'pchilik qiziqadi. Qanday qilib prosmotrlarni oshirish kerak? Mana shu savollarga javob topishingiz mumkin. Ushbu videoni linkini qoldiraman. Albatta ko'rib, o'zingizga foydali bilim olsanglar men xursand bo'laman. Keyin o'zingizlarning fikringizni kommentlarda yozib qoldiringlar. Yana sizlarni nima qiziqtiradi, qanaqa savollar qiziqtiradi? Men albatta videolarimda javob berishga harakat qilaman. Sizlar bilan shaxsiy brend bo'yicha 5 yillik tajribaga ega Raimjonova Dildora bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.